o'sha просто eshikni ochib berdingizmi, ishingiz tugaydi уже. Siz o'tib ketaverasiz. Qarab, ko'p kuyov bolalar qarab qoladi-da. Mana xudo xolasa bugun biz Oltiariqda xizmatdamiz. Mana hozir kuyov bolaga instruksiyalarni berdik. Xudo xolasa kayfiyatlar ming endi uylanayotgan odam bilasizlar kayfiyatini. Sizlar ham shunaqa holat kutsanglar battar bo'linglar deb aytaman. Kuyov bola kayfiyatlar yaxshi, choy xudo xolasa. Ancha bo'ldi siz bilan ham dogovor qilganimizga mashinani shukillar yetib keldi. Ishtimak ulgumadingiz ham mana. Aytdimi, bo'ladi bunaqasi deb. Xudo xolasa hammasi. Iloyim eng mustahkam baxt egasi bo'ling. Oltiariqda eng ko'zi ko'ringan insonlardansiz, lekin undan ham zo'r bo'lib xudo xolasa hammani nima deydi? Yaxshi kayfiyat ulashib beradigan, hammaga yaxshi kayfiyat ulashib beradigan inson bo'lib bering. O'g'ilmi, qizmi birinchisi xudo xolasa farzandingizda ham kelib xudo xolasa xizmat qilishni nasib qilsin, ha? Yaxshi niyat. Endi men uylanmayotgan bechoralarga ham bitta tilak qilib qo'ying, bir sizniki o'tadi-da baribir. Xudo xolasa hammasi uylansin, mazza ekan. Bu bola yolg'on gapirmaydi, uylanish mazza deyapti. Hushyor bo'linglar. Hammalaring tundayanga chaqiraveringlar, mazza ekan. Shunaqa kulib yurasizlar ekan. Poshsholarda qolib yurar ekan akmalagani. Oltiariq baribir boshqacha go'sha deyman men. Oltiariqni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun mana kelaman, uchib yurib kelaman. Osh sho'rvalar yedik, mazza qilib mana hozir kuyov bola bilan endi birgalikda boshladik xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, kuzatib boryapsizlar, ko'ryapman. Like, podpiskalar uchun rahmat sizlarga. Jigarlarim, Toshloq tumani Eskitdan Farg'ona viloyatida o'ziga yarasha yetuk o'rin egallagan. Juda katta ulamolarni, davlat arboblarini va juda ham katta shaxslarni tarbiyalab bergan go'shadir. Mana shunaqa bolalarimizdan bittasini xudo xolasa endi bizga tayyor qilib bo'ydali safidan badara qilgan tayyorlab berishyapti. Jigarim, qalay kayfiyatlar? Kayfiyatlar yaxshi aka. Bu uylangandan keyin zo'r bo'ladi kayfiyat. Hammani qiynaydigan savol bor-da, mana shu obunachilarda-da. Qanaqa qilib tanishsak bo'ladi, qanaqa qilib nima qilamiz deydi. Ko'p-ku mana diyorlar, misol uchun sizda qanaqa bo'lgan mana sizda misol uchun tanishish, mana kelinimizni topish jarayoni, oqtarishingiz, ota-onaga ishonish kerak, ota-onamiz topishadi. Taqdir. Juda ham ko'pchilikda mana shu javob bo'lyapti. Ota-onam topgan, bordik, ko'rdik, yurak jizzatdi, to'y bo'lib ketdi degan narsa bo'lyapti. Bu ham hammaga emas, aka, to'g'rimi? Aka, mana siz bilan qancha oldin xudo xolasa nima deydi, dogovor qilganmiz, kelishganmiz to'y kunini, aka. Ko'nglingizdagidekmi, mashinani komforti, o'z xohlagandek. Men Instagramda tanishganmiz-da, to'g'rimi aka, baribir? Instagramda. Uylanmagan endi mana bo'ydoqlarga bugun bu yil 26-yilda uylanadiganlarga bitta qanaqa tilagingiz bo'lardi, aka? Hamma baxtli bo'lsin, uylanmaganlar uylansin-da, aka. Harakat qilsin, yuravermasdan. Eshitdilaringmi? Mana shunaqa udar tilaklarni faqat sizlar uchun yetkazib qo'yapman. Endi bunaqa vasda endi 2026-yil ham o'tkazib oladigan bo'lsangiz, endi gunohi azimda tayyor qolib ketasizlar. Men qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Bu daftar jonavor to'lib qolyapti. Mana ko'rsatib ham qo'yay sizlarga, mana daftar to'lib qolyapti. Ertaga aka ulgumadim, aka deb yurasizlar. Erta telefon qilib alo qilsalaring, mana shu orqada o'tirgan baxtli bo'ydoqlar safida bo'lasiz. Ukam nechinchi yil edingiz? 2001. Mana 2001-yillarda mana uylanib ketyapti shu. Lekin safda hali bor, xudo xolasa, do'stlarimiz. Hammasini bitta badara qilishga va'da beraman. Sog' bo'lasizlar. Qani qaytib ketdi-yordi u. Hech kim yo'qligini bilib qoldi. To'y bo'lyapti, hech kim adashdi-yu. Adashdi-yu. To'g'rimi? Katta shopirlar xolos-da, to'g'rimi? Qani o chomadi-yu endi. Bitta anda ota-otasidan bitta chovorsin, ayting. Bitta. Çomadi. Apa bo'ldi, chomadi. Ota-otachilar keluvdi. Adashdi-yu, bu uyda kuyov bola ham yo'q, hozir to'yxonada ham. Bitta choy bermadi. Qochib borishdi.
to'yxonaga qochdi ular.